Ozmoqchi bo'lgan obunachilarim, kameraga yaqinroq keling. Bo'sh go'shtdan olamiz. Kefir yoki qatiq. Qatiqdan sov olamiz. Ustiga kurkuma. Yarim qoshiqcha sov olamiz. Imbir yoki zanjabil deydilar. Sov olamiz. Gazli suv. Qolgan qismini shu gazli mineralka bilan to'ldirib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Qatiqlari qumoq qilmasligi kerak. Har kun uxlashdan oldin bir stakana tayyorlab ichib yurasiz. Bir oyda vesingiz kamida 10-12 kilo kamayadi. Shu foydali videoni barcha yaqinlaringizga yuborib, mening sahifamga obuna bo'ling. Bundan-da zo'rlari oldinda. Shu tayyorlagan ozdiruvchi detoksimizni bir oy ichida har kun kechqurun uxlashdan oldin ichib uxlashni odat qiling. Kamida 10-12 kilo bir oyda vez tashlaysiz. Xo'jayinim xitoyliklar bilan ishlagani uchun xitoyliklar doim shu usuldan foydalangan. Shu foydali videoyimni barcha yaqinlaringizga yuborib, profilimga obuna bo'ling.